Assalomu alaykum. Ana men Milliy bankda omonat shakllantirmoqchiman. Yangi foiz balandroq, muddat ozroq, masalan, asbosi 1 yilgacha bo'lgan muddatli foizli omonat kerak. Foiz balandroq bo'lsa yaxshi. Agar tushuningiz, qisqa tushuntirib. Bizda omonat turlari ko'p. Xo'p, sizga taklif qiladigan universal omonat turini taklif qilaman. Bizda universal omonat turimiz 2 yilgacha 21% dan oyma-oy foizini olib tursangiz bo'ladi. Qo'ygan summangiz foizini har oyda. Lekin omonatni asosiy qismini ko'paytirib borish uchun ustiga oyma-oy yana pul qo'shib tursangiz ham bo'ladi. Shunda daromadingiz ham oshadi. 2 yilgacha o'tkazsa bo'laveradi. 2 yil muddat ichida o'sib boraveradi. Omonatdagi pulingiz har oy foizini daromadini olaman desangiz, har oy kelib olib ketsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, undan tashqari bizda yana barakali so'm omonat turimiz bor. Barakali so'm omonat turimizning farqi shundaki, bu ham 2 yillik, foizi 1% pas 20%. Pulni plastik kartangizga tashlab beramiz bunda. Foiz pullarini, haligi oylik foiz pulini bu plastik kartangizga tushadi. Xo'p, universal omonatimizda 24 oy, ya'ni 2 yil muddatdagi 21%lik universal omonatimiz naqd pul ko'rinish, naqd shaklda olsangiz bo'ladi. Har oy kelib olib ketsangiz bo'ladi. Foizlarni naqd olsam bo'ladi. Barakali so'mni plastik kartaga tushadi. O'zim nomimda plastik. O'zingiz nomingizda plastikka tushirib beramiz. Asli bolalik. Keyin FIFA 2026 omonat turlarimiz bor. FIFA 2026 omonatimiz 36 oyga, 3 yil muddatga. 3 yil muddatga. 20% dan. Bu omonat turlarni so'mda qo'yiladi. Qisqa muddatli omonatlar ham bor, masalan, 1 oylik, 2 oylik. Bor, bizda qisqa muddatli omonat turlarimiz bor. Xo'p, bizda standart omonatimiz 3 xili bor. 1 oylik, 3 oylik va 6 oylik. Foizlar qanaqa? Foiz xo'p, 1 oy uchun 17%, 3 oyimiz uchun 18%, 6 oy uchun 19% foiz stavkalari belgilangan. Hozir men sizga taklif qila oladiganim, maslahat beraman, universal omonat maslahat beraman. Hamma ko'rinishda bo'ladi. Siz foizlaringiz qo'yayotganingizda ham foiz bilan 20%. Bizda foizda qanaqa? Menda bitta so'ramoqchi edim. Men voyaga yetmagan farzandlarim bor, shular nomiga omonat topshirmoqchiman. Eng masalan past summasi qancha bo'lish kerak? Necha yilga? Hozir masalan meni farzandlarim 7 yosh, masalan maktabga chiqadi. Ularda hozir masalan metrkasi bor xolos-da, pasporti yo'q, uning ta'tili qanaqa bo'ladi? O'shani tushuntirib bersangiz. Asli bolalik degan omonat turimizni sizga tavsiya qilaman. 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bo'lsa bo'ladi. Har oy daromad qo'yganingizdan tashqari ham ustiga pul qo'yib tursangiz bo'ladi. Har oy haligi summasi oshib boraveradi. Bolani o'zi 18 ga to'lganda, 16 ga to'lganda kelib olib ketsa bo'laveradi bizda. Yaxshi. Kredit bo'yicha